oshqovoq. Mana shu mavzu o'tilayotganda sani xayoling qayerda edi? Ha, sani xayoling faqat futbolda, telefonda bo'lgan. Kallangga bitta gap kirmasligi otangga tortgan. Sen menga o'xshamading. Men qanaqa matematikani yaxshi ko'rardim. Matematikada jonimni bervorardim. Bu matematik, bolaga baqirma. Nimaga yolg'on gapirasan, ha? Nimaga yolg'on gapirasan? Matematikani bilmaganim uchun teatralistga topshirganman degansan-ku. Ko'zingni preparatma. Bechora bolani rangini qara, oqarib ketibdi qo'rqqanidan. Bechora terlab ketibdi. Darrov o'rgataman. Marhamat, o'rgating. O'rgataveraman. Nimani yetish kerak o'g'lim? Qovun kallasan. Nimaga tushunmaysan? Oddiy misollari nega tushunmaysan? Qaytarish kerakmi? Onangga o'xshaysan. Hamma gapni qayta tushuntirish kerak. Onangga o'xshamay qolgur. Nimaga baqiryapsiz bolamga? Sariq kelsa, Rostda hech bolani tushunmaydi. Hamma ayb onadan bolaga 70% xarakter o'tagan. Bo'ldi. Oyi, ada, urishmanglar iltimos. Undan ko'ra meni Qalan Uz platformasiga a'zo qilib beringlar. Hamma vazifani o'sha yerda bajaraman. Shuncha payt qilmagan, endi bajarasanmi? Voy, oyi, Qalan Uz avval meni matematik bilimimni diagnostika qilar ekan va shunga qarab vazifa berar ekan. Va har bir tayyorlagan darsimda men 2000 so'm cashback olaman. Ham pul ishlayman, ham dars tayyorlayman. Eng asosiysi bu platforma ikki tilda, o'zbek va rus tilida. Ada, oyi, urishmanglar iltimos. O'zim biznesmen o'g'lim. Menga o'xshaydi-da. Hozir onasiga o'xshab turdi-yu. Va endi senga qayerlarga o'xshab ketadi-da. Ha, shunaqa-da. Yaxshi bo'lsa sizga o'xshaydi, yomon bo'lsa menga o'xshaydi. Ha, yomon bo'lsa senga o'xshaydi.